Assalomu alaykum barchaga. Biz bugungi o'yinimizni nasib bo'lsa boshladik. Xo'p, bizda Kellus, ya'ni Mazol degan o'yin bor ekan. Horror janridagi shu o'yinda bugun o'ynab ko'ramiz. Va ozmoz qo'rqinchli joylar bor ekan bitta ikkita. No? Sinab ko'ramiz. Hozircha bizda Instagramimiz qat'iy yotibdi ekan. Shu Instagramni o'chirib yuboraylik. Yo, normal lekin. По-моему, нормальный. Menimcha hammasi joyida o'yinni boshladik. Albatta yangi o'yin boshlaymiz. Juda ham qo'rqinchli bo'lgan o'yin. Oqshom o'ynagandan ko'ra kunduz o'ynaymiz. No. Maksimum harakat qilamiz. Xo'p. Kimdir nimalardir deyapti-da. Lekin ne tovozlar eshitilyapti menga. Xo'p, bizda nimalar bor? Toza подъездda ichish yoqimli. Подъезд встретил его запахом пыли, мокрой штукатурки и старых газет. Biz qayerga yurishimiz kerak ekan? Xo'p. O'tdik. Он поднимался на 4-й этаж, считая ступени. Onangni imgir nima edi bu? У двери с потертым номером 22 он остановился, достал ключ, открыл дверь. Эта квартира не отпускала его даже в воспоминаниях. Удивительно, как можно привязаться к тому, что нельзя назвать домом. Но как бы там ни было, его реальность такова. Xo'p, uyga kirib oldik. Xo'p, bizni nimalar kutyapti? Kirmoshim bor ekan. Qanaqadir malyarni skoch. Xo'p. Visilchag'ich. Onangni bir nima edi bu? Nima edi bu? Yo-mayo. Qayerga ketdi bu? Eshak. Chota Orqada kimdir bor. Orqada kimdir bor. Aytdim-ku, ovozi eshitdi chunki buni. Kim edi bu? Kim bu? Imgir. Suka bile.
Ye onang Dimgrev, nima bu? Yo-mayo. O'yinni yorug'roq qilibdi. Aka, o'yinda kontrastni ko'tarib ko'ramizmi? Kontrast qayda bor ekan? Xo'p. Kontrastni ko'tarib ko'raman, lekin yarkisdi, xo'p. Sal объемni 100 qilik. O'yin mana shunaqa yorug' bo'lar ekan-da. Xira yorug' bo'lib qolar ekan. O'g'il. Bo'liminni ko'rinyaptimi? Ha, bo'liminni bo'lar ekan-a ko'rinishiga. Lekin bu nima bu? Bu nima bu? Ye, inang Dimgir. O'yin yana ochilib qopti. Xo'p. Ты же у меня такой беспомощный. Куда тебе без меня? Sen mensiz qayerga ketyapsan deyapti-ku. Ye. Suka, блядь. Bu yoqda-ku bu. Yo'q, qayd qilyaptimi bu? Ve ondan bellet. Ye uni g'arib bellat. Chota, men ovoz qo'rqityapti, noshikdaman-ku. Bolakay yo'qib qoldi. Xo'p. Endi-chi? Tapni bosyapti. Xo'p. Xullas, mushukni ovqatini top deyapti, mushukni ovqatlantirgin deyapti. Ha, noshikda ko'ring, og'a, gaplashaman qanday bo'lishini. Mayli, o'ynamang bu o'yinda, shunchaki noshikda ko'ring. Mushukni ovqati. Теперь ты будешь сидеть в этом кресле, но возить тебя я буду сама. Sen shu kresloda o'tirasan, faqat men seni olib yuraman degan ovoz eshitildi bizga. Hop, pishak topdik. Pishakni ovqatni topishimiz kerak endi. Necha mana bo'lsa kerak pishak ovqat. Hop. Ovqatidagi solaman. Kuchukda nimadir desha bu. Ha, mana, o't. Topdim. Xo'p. Ye. O yana tushib ketibdi. Podvolda. Podvol yo'q-ku bu yerda, bro.
Nimadir yana shiqillayapti-da. Eshik taqillayapti. Мир жесток и страшен. Лучше тебе не выходить на улицу. Ko'chaga nima? Hayot xavfli, sen ko'chaga chiqishing shart emas, dedi. Xo'p, Теперь он жил другой жизнью. Никто не endi знал, u boshqa каким hayotda он был. yashayapti. Hech kim bilmaydi u qanday bo'lgan. Oddiy ish, tungi Пустые smenada, коридоры, bo'sh koridor, jimlik. Xo'p. В этих коридорах всегда пусто. Bu koridor har doim bo'sh. Xo'p. Ему нужно убрать новогодний декор. Перед Мгм. праздниками он оставил пустые коробки в техническом помещении 106-го кабинета. 106-kabinetda korobka bor ekan. Speedrun qilaymi, og'a? Speedrun qilish uchun o'yinni oldin o'ynab ko'rgan bo'lishim kerak-da. Farqi yo'q, speedrun qilaveraman o'ynamagan bo'lsam. Xo'p, nimalar bor ekan? Allambalo yozuvlar bor ekan. Ha, bu yerda korobka bor ekan. Xo'p. Korobkalar oldik. Barcha ukrasheniya, mayda-chuydalar tozalaymiz ularni. Yaltilloq-miltilloqlar tozalashimiz kerak ekan. Xo'p. Onang imgur nima bu? Что-то его здесь пугало. И, наконец, стало ясно. Он здесь не один. Ha, bu yerda hammasi aniq bo'ldi. U bu yerda yolg'iz emas. Xo'p, buni yig'ishtirdik. Endi barcha o'sha yaltir-yultirlarda deyapti. Xo'p. Eshigi aniq eshigi. Ey. Bu nima edi bu? Bu nima edi bu? Shoxi bor, og'zi qon, ikkita ko'zi appoq. Xo'p. Qancha qan bu yoqqa? Yo'q, qashdi. Ondan yugurmayga o'tib oldi. Barcha dekorativ narsalarni olib turib korobkaga solishimiz kerak ekan. Bu kim bu? Bu kim bu? Ondan yungur. Xolani sharpasi qolgan ekan-ku bu yerda. Xolani sharpasi qolibdi. Xo'p. Samarasini yig'ishtirdik. Korobkalar olamiz. Buni hal olmas ekanmiz. Xo'p. Buni ham olamiz. Xo'p. Sal tezlashamiz endi. Bu детский больницами nima bala ekanda bu? Korobkalar oldik, qayerga qo'yamiz endi? Texnik xonaga qo'yish kerak deyapti. Xo'p.
Yaxshi emas, Он yaxshi жил с emas. ощущением, что ушел из той квартиры, но не вышел из нее до конца. U o'zini kvartirasidan chiqib ketgan bilan, lekin oxirigacha keta olmaganda edi, deyapti. Archani oling. Xo'p, archani olaman-ki, men archani oldiga chiqishga qo'rqyapman-ku. Xo'p, archani oldik. U korobkaga so'ng deyapti. Korobkasi qayda ekan? Ye. Ana u. Nima qilyapti u? Qanaqadir? Bu o'zi shunaqa ekanda, speedrun qilib bo'lmayganda buni o'g'a. Bu o'zi shunaqa ekan. Qaysidir korobkani olishim kerak ekanda. Xo'p. Musor yashga solib qo'ymasam kerak har holda. Archani ham qo'y degani. Xo'p. Tamam, buni tugatib yuboramiz. Xo'p. Nastroykan joy qo'yib olaylik-da. Xo'p, endi o'yinga qaytsak. В 105-м кабинете и в холле остались детские игрушки. Ему показалось правильным убрать их на место. 105-xonada o'yinchoqlar qolibdi, shularni yig'ishtirishimiz kerak ekan. Детский o'yinchoqlar. Bolalar o'yinchoqlari to'g'rirog'i. Noise chalanmi bu? Svet o'chib qolibdi naqd. Xo'p. O'yinchoqlar barisini yaxshilab chiqishimiz kerak ekan. Ta hammasini oldiku. Menimcha. Yana qoldimi? Menimcha qolmadi.
Только 105. Qolgan hollarni yig'ishtirib qo'ydik o'z. Xo'p. Bu yerda qolmadi. Bir 105 kabinetda qolgan deyapti. Voynaga. To'xtadi rasmi. Qayerdadir yana bordi. Xonadagi ham o'yinchoqda bo'ldim lekin. Yana qayerda? Yana qayerda? Korech qanaqadir bir nimadir chiqib qoladigan joy borda menimcha. Ha, bu yerda bor ekan. Xo'p, hammasini oldik. Endi bittagina korobka qoldi. Yo'qda yana qaydadir bor ekan. Yana qayerda bo'lishi mumkin? Boradi, yo'q, ha? Yo'q. Yoki chiqishda bormikan? Chiqishda ham yo'q. Nima edi bu? Nima qilyapti bu? Nima bu? Bu nima bu? Bizni kechki smenamizda bizni poylayotgan. Qo'lida nimadir bor. Shoxi bor. Salom. Jo'rabek Norimov. Nima bu? Ye onang dengir. Oldiga borib ko'rik qaniki? Bu yerda yo'q. Yo'qolib qoldi qayergadir. Onang dengir. Chuqur nafas olamiz. Ye. Nima deyapti bu? Yo'q, yana. Mana o'yinchoqlar paydo bo'lib qopti yana. O'yina yo'q edi bu yerda kelgan vaqtim. Xo'p, yangi zadaniya ochildi. O yana qarayapti uni. Bir 105-xonaga yaqin o'yinchoqlar qo'ying deyapti. Butungi smenamiz tugata olamizmi, yo'qmi? Ular dastidan. Ay. O'yinchoqlar yig'ishtirdik. Xo'p.
Ему оставалось вымыть пол в главном коридоре. После этого смена Koridorda yuvishimiz считалась kerak ekan. законченной. Shu bilan smenamiz tugar ekan. Hali ham qarab turibdi mana yerda. Ye inang yugurey. Qarab o'tiribdi. Qarab turibsan? Chota bu qaydada yurakni yo'ratdi bu hozir. Priz kontrol qo'yilmagan ekan-da. Zaldagi polni tozalang. Yana yo'q. Ya o'z tozalayotgan yaxshi. Biz yuvmaykanmiz bunisini. Xo'p. Yana qayerda bor? Shunaqa kir joylar. Bu yerda ham bor ekan. Shu bilan biz tungi smenamiz tugar ekan. Agar tozalab bo'lsak. Bu yerda ham bor ekan. Bo'ldimi? Eshik yopilib qoldi. Xo'p, e'tibor qilamiz. Elementlarga e'tibor qilamiz. Eshik yopilib qoldi. Xo'p, bu yerda boshqa kir qolmadi menimcha. Yugurishimiz ishlamay qoldi. Bu yomon. Hali ham qarab o'tiribdi uni. Oo. Nima bo'ldi? Ye, onang ingir. O'yinimiz yomonlashib boryapti, chota. Men qaydaman o'zi, eng qizig'i. Shuni anglab olishimiz kerak birinchi navbatda. Xo'p. O'ng tomonda shivirlayapti nimadir. Xo'p, bu yerda karvotlar bor ekan. Hoppa. Biz tik oyoqda uxlay olmaymiz. Biz qadamlarni sanaymiz. Kimdir kelyapti. Yo, o'tir va jim bo'l. Xo'p. Nafas qisyapti. U o'zi shu yerda. Ko'zingni yum va bir umrga yo'q bo'l deyapti. Xo'p. Nima kelyapti? O'qiydi nima deyapti? Yozma xabarlar, mana shunaqa xabarlarni uncha yoqtirmayman-da bunaqa o'yinlarda. Chota nimadir bo'ladi, mana xabar. U aytdim-ku mana, aytdim. Bu paydo bo'lib qopti bu bolacha. Bolacha paydo bo'libdi. Qo'li bilan ko'rsatdi mana haqda. Mana devor bo'lib qoldi o'zi mana yer. Xo'p. Ana aytdim-ku. Nimani ovozi bu? O'rningda. Daryo toshqin suvlar moviy, o'tolmayman yor. Kelib qolgan. Davomi nima edi? Qo'shiq davomi nima edi? Nerda bo'ynam men qog'oz oldim, mashina yo'q edi. Xo'p, bu ikkalasi qo'l bilan ko'rsatyapti. Elementlarni eslab qolamiz maksimum.
O'sha yerda hali ham qarab turibdi. Xo'p. Ya onu da seni. Oh. Oh deyapti kimdir. Reshotga yo'qib qolibdi. Xo'p. Bu yoqqa borish kerak, lekin men borishga yuragim bitlamayapti. Shovqinlar eshitilishni boshladi. Xo'p, yana reshotga bor. Men bolasini urushyapti bu nimagadir. Уйди спать! Не мозоль мне глаза! Yana yo'qib qoldi reshotga. To'g'rida nimadir shipir qilyapti. Ko'rgan boramizmi yoki ortga qaytamizmi? Boramiz. Теперь ты будешь сидеть в этом кресле, но возить тебя я буду сама. Sen bu kursada o'tirasan va men seni olib yuraman deyapti. Xo'p. Buni kodi nechi buni? Yo'q, kodi xato deyapti. Kodini topish kerak buni. Kodini xato deyapti. O't o'chirg'ich yo'qda deyapti. Orqaga qaytamizmi, yo'qmi? Orqaga qaytishga to'g'risi men qo'rqyapman, lekin qo'rqqanda anaqasi qalami sinsin. Qaytamiz orqaga. Kodni izlaymiz. Xo'p, kod qayergadir yozilgan bo'lishi kerak. Biz e'tibor qilmagan qaysidir joyda. Xo'p, janaqa tez yurib borishga ishtiyoqim bo'lmayapti. Chunki nimalarda har joyda shivirlayapti. Menga esa bu yoqmayapti. Xo'p. Bu ham qo'g'irchoqqa aylanib qolibdi, boyna odam edi. Lekin hech joyda yozuv yo'q-da, eng qizig'i. Tak samolyotni belgilab qo'yibdi bu yerda. Ha, bu yerda samolyotni, bu yerda archani belgilabdi. Xo'p. 6-palatani apshukasi tushyapti. Xo'p. Yana qaydadir xaritalar bor edi. Xo'p. Samolyot, archa, mana endi otchani rasmi turibdi belgilangan. Bu yerda nimadir yaltirayapti. Bu menga yoqmayapti. To'g'risini aytsam. Xo'p. Samolyot, archa, otcha. Bu yerda nima belgilangan? Bu yerda fil belgilangan. Archa nima edi keyin? Samolyot, archa. Tak. Samolyot, archa, otcha, fil. Nechta bo'lyapti shunda? Tak, samolyot bo'lsa buni topishmog'ini topish kerak ekan. Samolyot bo'lyapti, archa bo'lyapti, ot bo'lyapti, fil bo'lyapti. Xo'p.
fil bo'lsa slon bo'ladi. Ha, mana o'zi xaritaga rasm chizib qo'yibdi-ku. Biz menimcha shuni topishimiz kerak-da. Samolyot. Samolyot. Va buni parolni internetdan izlaymiz, lutchi. Telefondan izlaylik-da. Telefonda yoqamiz. Menimcha hech kim bilmasa kerak buni. Kallus degan o'yin bu. Mazol degan o'yin desam chiqar. Mazol, ruschasi mazol, angliskisi Kallus. Kallus kod deb izlab ko'ramiz. Final kod degan, final kod bo'lsa eshikni ochishimiz kerak-da, endi oxirida nima bor ekan shuni ko'raylik endi. Ha, kodi 2426 ekan. Ovingiz yaxshi o'tsin deb yozib qo'yibdi tagiga. Steamda o'zida bor ekan kodi. Xo'p. 2 4 2 so'roq ketdi, ha. 6 Yo'q, adashdik bitta o'chiramiz bitta. Qo'lim qaltirayapti men. 2 4 2 6. Shuni esdan chiqarmaylik-da. 2 4 2 6. O. Ochildi. Bu ochildi-yu, lekin men bu yerga kirishga qo'rqayapman. Yokinda emasmi? Qo'rqqanni qilamiz siz. Aytdim-ku, bekarga emas-da. Imgör. Bola rasm bor ekan bu yerda. Xo'p. Ikkita eshikka o'tirib qo'ydi. Bu yerda ham qo'g'irchoq turibdi. Yo'q, o'tib bo'lmayapti. Nima bor? Nimani olishimiz kerak? Ha. Nima edi bu? Noshikni yechib tashlasammikan biladimi? Turishi menga yoqmayapti mana unda. Ye. Deyim.
O'ng tomonimda. O'ng tomonimda, orqamda yoki o'ng tomonimda. Aytdim-ku. Xo'p, bu mayli, bu qo'g'irchoq ekan. Lekin ovoz eshitilyapti. Vrach Andreyeva Larisa Anatolievna. Nima ishlar qilib ketdingiz bu yerda? Medsestira Ivanova Olga Sergeyevna. Qilgan ishlaringiz sani. Shu yoqqa kir deyapti. Bu o'ynak-ku bu. Сыночка, Bolajonim, когда тебя не дам в обиду. men seni hech qachon berib qo'ymayman. Мать ему говорила, что снаружи опасно, Uning onasi aytdi, tashqari xavfli. что если он Kimdir уйдет, то qiryapti. останется один. Agar Она u yolg'iz рассказывала, chiqsa как это будет. yoki yolg'iz И qolsa, пересказывала то, что пережила сама. u aytgandiki, Pustые koridor. xuddi bo'ladi. Endi tepaja ruscha yo'rolmayman-ku. Я закончил. Надеюсь, ты все понял. Теперь Men ложись tugatdim. спать, Мажель. O'ylaymanki sen tushunding. Yot va uxla. Он все это представил. Bu Слишком hammasini хорошо. ko'rdi. Juda Мать yaxshigina ko'rdi. успокоила его и сказала, что Onasini здесь tinchlantirdi va безопасно. unga aytdi. Здесь его Bu yer никто не xavfsiz трогает. deyapti. Здесь Bu yerga он hech kim нужен. teginmaydi deyapti. И он понял. Он никуда не уходил. Va u tushundi va u hech joyga keta olmasligini va shunchaki eshitdi. Menimcha biz bu bolani anaqa vспоминание nima deydi, eslab qolgan xotiralarini o'sha bolani yurgan joylaridan o'tdik menimcha. Lekin o'yin tugatdik. O'sha bolani yoshligida kallasida travma bo'lib qolgan narsalar haqida ekan o'yin. O'sha yoshligida travma bo'lgan shu narsalar, o'sha onasi urishgani, boshqa qashqalar. Shular haqida ketdi. Agar videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Uzoqlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bundan-da qiziq horror o'yinlar hali oldinda. Xayr, sog', salomat bo'ling.